Uzun tuman axborot kutubxona markazi xodimlari tomonidan siz aziz kitobxonlar uchun tayyorlangan book trailer. O'zbek adabiyotining chaqmog'i Abdulla Qodiriy tavalludining 130 yilligi. Abdulla Qodiriy yorqin, barchaga keng ma'lum shoir va yozuvchi, dramaturg va publitsist. O'zbek adabiyotida roman janri asoschisi. Qodiriyning asarlari o'zbek xalqi hayotiga bag'ishlangan. Abdulla Qodiriyning nashr etilmagan 20-asrning 20-yillarida yozilgan sahna asari asosida rejissyor Mark Vayl o'zining Toshkentdagi Ilhom teatrida Oppoq qora laylak sahna asarini qo'ygan. Abdulla Qodiriy Julqinboy 1894-yil Toshkentda badavlat savdogar oilasida tug'ilgan. Yoshlik va o'smirlik yillaridagi muhit savdogarlar, boylar va kambag'al dehqonlar, iqtidorli hunarmandlar, doim muhtojlikda kun kechiruvchilar, kosiblar va yersiz dehqonlardan iborat bo'lgan. Abdulla Qodiriy quyidagi asarlar muallifi: O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, Obid ketmon, Baxtsiz kuyov qissasi va boshqa ko'plab asarlar muallifidir. Abdulla Qodiriy qatag'on qilingan. 1937-yilning 31-dekabrida xalq dushmani sifatida hibsga olinadi. Bunga hasadgo'y, qalamkash hamkasblari qo'l urgan. 1938-yilning 4-oktyabr kuni yozuvchi otib tashlangan. O'limidan so'ng oqlangan.